Kerin namunalari nima uchun olinadi? Kerin namunalari asfalt beton qoplamasining sifatini nazorat qilish, uning fizik mexanik parametrlarini tekshirish uchun kerin namunalari olinadi. Kerin namuna olinish tartibi 16.03.23 qurilish reglamentining 464-bandiga muvofiq olinadi. Namunalar olishda qoplama keng bo'lmaganda har 1000 metrdan kamida 3 joydan, qoplama eni 7 metrdan keng bo'lganida har 7000 kvadratdan 3 joydan olinadi. Kerin namunalar laboratoriyaga olib kelingandan so'ng doimiy massakilgan juqurtish shkafda quritiladi. Doimiy massakilgan kerin namunalarini keraksiz detallardan tozalab, GOZ 12801 talabi bo'yicha sinovga tayyor bo'ladi. Sinovga tayyor bo'lgan kerin namunalarini GOZ 12801 talabi bo'yicha sinovdan o'tkazamiz. Bunda asosiy ko'rsatkichlar kerin namunalarining suv shumuvchanligi, o'rtacha zichligi va zichlanish koeffitsiyentini aniqlaymiz. Chiqqan sinov natijalarini sinov bayonnamasiga rasmiylashtiramiz.